Bilarmidingiz, atigi bir osh qoshiq asal inson umrini 24 soatga uzaytirishi mumkin. Aynan asalarilar Afrikada millionlab odamlarni ocharchilikdan saqlab qolgan. Asalarilar ishlab chiqaradigan propolis esa tabiatdagi eng kuchli tabiiy antibiotiklardan biri hisoblanadi. Asalning yaroqlilik muddati yo'q, u har doim yangi bo'lib qoladi. Tarixda buyuk imperatorlarning jasadlarini chirishdan saqlash uchun oltin sarkofaglarga joylanib, ustidan asal bilan qoplangani ma'lum. Bugungi kunda asal tabiatning inson hayotini mustaqil ravishda qo'llab-quvvatlay oladigan kam sonli ne'matlardan biridir. Asalni yog'och qoshiq bilan iste'mol qilish tavsiya etiladi, chunki metall qoshiq bilan tegilsa, uning foydali fermentlari yo'qoladi. Eng hayratlanarlisi shundaki, asalari butun qisqa umri davomida bir choy qoshiqdan ham kam asal ishlab chiqaradi. Keling, butun umrlik mehnat uchun asalarilarga rahmat aytaylik. Siz asalni yoqtirasizmi? Izohlarda yozib qoldiring.